Mana. Mana qancha qiynalyapman. Mana shu rasvo tortmayotgan, ishlamayotgan apparatni o'tiribman, mana ishlamayapti. Mana. Jo'natdim men Sog'liqni saqlash vaziriga. Videolar tashladim. Lekin menga afsuski bilmadim. Bitta katta Samarqand viloyatida bitta mana shu bolaga apparatga pul yo'q, yo apparat yo'q, asos apparat yo'q. Menga ishlatilgan apparat kerak emas, unda infeksiya tushadi. Yangi apparat bersinlar davlat tarafdan. Shu ham fuqaro-ku. Og'ir bemor-ku, mana ishlamayapti apparat. Mana tortmayapti mana. Mana qiynalyapti bu bola. O'zlarining farzandlari shunaqa qiynalarmidi? Ha? Janob prezidentimiz, aytingchi, qachongacha qiynaladi oddiy xalq farzandi? Bolaga ketadigan dori-darmonlar mana. Markaziy shifoxonasida mavjud bo'lgan 120 turdagi dorilarni asosiy qismlaridan beriladi. Har doim menga kasalxonadan berilmaydi bu dori-darmonlar. Qachon murojaat qilsam, yalinib, yolvorib olaman oddiy mana shunaqa preparatorlarni. Yaqinda berildi lekin. Murojaat qilganim uchun berildi. Lekin har doim berilmaydi dorilar. Mana bilasizki dorilar. Shpress berdilar mana. Bu yerda ozmuncha dori-darmon bor. Keyin yana janob prezidentimiz elektr energiya bo'yicha menga quyosh paneli kerak emas. Agar svetni o'chirmasalar, hech ham kerak emas. Bitta quyosh paneli mana shu apparati bilan ko'rpachasi uchun yetadi, boshqa narsaga yetmaydi. O'chirmanglar svetni, elektr energiyani o'chirmanglar, bolam dori-darmonlari mana. Mana ko'rsinlar mana. Ozmuncha dori-darmonmi? Ozmuncha. Bari qimmat. Mana bu ovqati, bolaning ovqati. Mana svet hozir yondi. Mana plazma erish holatiga kelyapti. Buni qaytadan qo'yib bo'lmaydi erigandan keyin. Qachongacha biz bunday qiynalishimiz kerak? Men yana yomonman. Gapirsam, mana apparati. 2 yil bo'ldi bu apparatga, mana ishlamayapti. Mana ahvoli. Infeksiya tushiradi, mana bu qarang, nima bo'lib ketgan mana. Bilmadim bu nech pul, 10 million dedilar. Biltirmaga 7 million, 2 yil oldin 7 million deb olib kelgandilar. Bir haftadan ishlagan, mana bu yerda tozala olmayapman. Mana bola tirishib, nafas olishga qiynalib yotibdi. Mana nafas olish, mana ko'krak qafasini ko'rishingiz mumkin, mana. Mana nafas olishi. Qiynalyapti. Viloyat sog'liqni saqlash vaziriga bir hafta oldin men telefon qilib, iltimos bolamga apparat beringlar desam, tuman shifoxonasi bo'lim boshlig'iga topshiriq berganlar. Tuman shifoxonasi bo'lim boshlig'i tenderga qo'ygan. Tenderdan yutsa olib beradilar. Bo'lmasa yo'q apparat. O'lib ketadimi oddiy xalq? Kim yordam beradi? Hozir mana videolar chiqqan. Yordam beryapmiz xalqqa. Nima kerak? Yolg'ondan video. Nima uchun? Nima sababdan kerak? Iltimos janob prezidentimiz bizani tumanimizni chuqurroq tekshiringlar kelib. Bilinglar, haqiqatni ko'ringlar, xalq qiynalganini ko'ringlar. Men yolg'on gapirayotgan bo'lsam. Men tirik guvohman, agar kelganlarni o'ldirib qo'ymasalar. Asab qildirib oyoqlarim shishib ketdi meni ham. Tuhmat videolar chiqarib. Oson 3 yildan shu bolaga qarash. Men qachongacha karta nomer qo'yib xalqdan pul so'rayman? Qachongacha? Siz chiqaryapsiz. Siz budjet ajratyapsiz. Aziz Boboyev, Erkinjon Turdiyeva bunaqa qilmagandilar. Meni murojaatimni eshitardilar. Quyosh panel qo'ydirtirib. Mana mayli. Saxovat pensiya fondiga tiqib, ayollar daftariga tiqib, temir daftariga tiqib, bolaga 1 yillik yordamni kelayotgan yordamdan jami summasi 22 million so'm bo'lgan quyosh panelini qo'ydilar. Lekin Sayora Jumayeva xotin-qizlar saytida 30 millionlik quyosh panel qo'yildi deb og'zidan chiqqan videosi menda turibdi. 30 millionga quyosh paneli olib berildi davlat tomonidan. Kattakonlarga ham topshiriq beraman, lekin ko'p joylarda juda ko'p ko'zbo'yamachilik. Ochiq gap, menga juda nafrat paydo bo'layotgan narsa. Bir paytlar o'zim shunga juda Nima uchun tegishli chora ko'rilmaydi? Nima uchun ishdan olinmaydi? Nima uchun unaqa insonlarni ishdan uzoqlashtirish kerak? Sizni aldayapti, xalqni aldayapti. Kim yordam beradi? Kim bizani eshitadi? Kim davolatadi bolamni? Mashina borligi sababli bu skoringlar rad etilgan. Shu uchun bu yordam ko'rsatdi. Eshigim tagiga kelgan mashinalarni rasmga tushirib videoga chiqarib oldilar. 3 ta mashina kerakmidi? Menga mashina kerak emas.
Menga bolamning sog'ligi kerak. Kreditga olib to'lab kelayotgan sigirimni sigir olib ber dedilar. Mana ertaga mana shu oydan 600 mingdan to'layman. 3 yilga olganman. 16 millionni 30 million qilib qaytaraman men davlatga. Uni o'zim to'layapman, bolam pensiyasidan to'layapman, qiynalsam. Nima uchun yolg'on gapiradilar? Nima uchun murojaatlarimni yopib yuboradilar? Nima uchun chuqur tekshirmaydilar? Nima uchun men murojaatlarim yetib bormaydi? Nima uchun men menga qilaman prezident O'zbekiston Respublika prokuraturasiga telefon qilaman. Ming afsuski tusha olmayapman, ko'tarishmaydi, yoshnaqa qilib qo'yishganlar mana. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining murojaatlarini qabul qilish markaziga xush kelibsiz. Здравствуйте. Добро пожаловать в Центр приема обращений Генеральной прокуратуры Республики O'zbekiston. O'zbek tilini tanlash uchun bir ish sifatini yaxshilash maqsadida telefon so'zlashuvlari yozib boriladi. Shu bilan o'chadi mana. Qabuliga yo Saida Mirziyoyevning qabuliga kirishdi deb murojaat qilaman, murojaatimni kelib Samarqand viloyatidagi davlat xizmatlari boshlig'i Shoira opa keladi-yu, meni yig'latib, gap so'rab dardimni yana yangilab, mana doktorot kelganimizga qo'l qo'ying deb qo'ydirib ketadilar. Shu insoniylikdanmi? Kimni aldayapti bular? Ammaqa qiynalayotgan bolani Alloh taolo nima deb javob beradi? Meni ko'z yoqayotgan ko'z yoshlarim uchun, qiynalayotgan azoblarim uchun Alloh taolo nima deb javob beradi? Sizni aldayapti janob prezident. Sizni vakillaringiz sizni aldayapti. Yolg'on videolar bilan, yolg'on rasmlar bilan xalq ezilib qolib ketyapti shu turish joyida. Hammasi yolg'on. Bugun o'zida prokuraturaga jo'natib boraman. Menga nima davlat xizmatlari boshlig'iga boringmi? Uzoq joyga borolmadim. Chunki bo'lmadi, qanday bo'laman? Bo'ldi, hech qanday